Menimcha 40 minut qolmayla sizlarning polik nashti qila oladi. Diviziya komandiri, menimcha uncha vaqt ketmasmikin. Men ofitserlardan fidoilar atrofini tashkilladim. Ular butun polikning oldida menib, birodarlarga ulgu bo'ladi. Qachonlik qarasa, yangi hunarlarni chiqarsan. Birodarlar, urush tugandan keyin haraq epishimiz. Men bu narsalardan kergi yo'q. Diviziya komandiri. Diviziya komandiri. Diviziya komandiri. Hey, nima ish qilyapsan? Doklad komandir, biz avtrepda bu usulning xili asqatadiganligini anglagan. Qaysi tarafda? Diviziya komandiri, o fidoilarni xabar qilgan maxfiy o chanda to'ygan ablahlarga hech nima kar qilmagan bilan ishni kisesak o ablahlar hargiz omon qolmaydi. Rasmo. Rastlik harir keldigan bo'lsa, menga doklad qilishni unutib qolmanglar. Ha? Poliktiklarning cho'ng yig'inda tajriba tanishtirsizlar. Hop, hop. Diviziya komandiri xeli bo'ladigan odam ekan, ha? O degan diviziya komandirining ko'n odati. Sana desam, har qatim keskin jang bo'lishda ilgari diviziya komandiri birinchi saf kelib, okoplarni tekshirib, hammalarga o'zining ular bilan birga ekanligini his qildirdi. Hay. His qildingmi? Siyosiy komissar ketgandan keyin diviziya komandiri odamni tillamaydigan bo'ldi. Bu yaxshilikning bisharati emas, uning tilligini anglamay ko'nglim bir qismida bo'lib qoldi. Rastla hamoqat nima ekansan? Sen nimani bilasan? Oldimizdagi 89-diviziyaning komandiri Cho'yinfi bizning diviziya komandirining ko'n tonishi. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Ustilar ust tutsa, dastlashirig'ini aql farosat, mijaz deganni qayirib qo'ymasa bo'lmaydi. Hey, ishkana nima deyishyapsizlar? Nega dishni bilmaganliklaringlar to'g'ri. U degan bir o'ymonliq. Sharq va g'arb tarafdagi to'pchi qismlar kuchni markazlashtirib, birinchi safga mudofaa basini to'p tutsin. To'pchilar o'tsa yana oldiroq surilsin. Qanchalik surilalsa, shunchalik surilsin. Fidoilar atrofini mursik dasab bo'lsin-mi? Dal to'g'rilab etib, dushmanlarning qo'mondonlik shtabini to'p tutsin.
Vay! Hop! Diviziya komandiri, sizga telefon. Ben Chu Yunfei. Ha, başlandı. Barlıq zembereklerinin hamısını ışık saldık. Göz aldım, ot denizine aylandı. Nayeti güzel. Ben ezelden komünistliğe takabül turuşta, yakın arlıqda uçuruştan saklanıp, evzellikimizni toluq cari kıldırıp, zemberek bilen ulanın vetvergin çıkırıp için teşebbüs kıp gelgen. Bunu bilemen. Ofisir Pidayla Edirtme Polat'taki cesaretini çokum qo'ldayman. Xotirjam bo'ling. Davjuvonni degan vaqtda elib, men juvonga bosib turishga kafolatlik qilaman.长官，这么多炮火咱再冲上去，那不成收拾队了？赶紧的，这炮火停吧，要不咱这30块大洋太好挣了。董事长的一片好意，咱别辜负了就行。娘的！ Anam, Chu Yunfei degan bu harimining hozir qoznimi cho'michimay. Qisqasi turaliq zambirkining kalbiri bir-birinikidan cho'nkan. Uninkimi 105 kalbirlik o'xshaydi. Hozir shabi bo'lsa, tanka, aeroplanlar himoya qilyotidi. Nima degan bo'lchilik bu? Qaragan sari og'zimga seriq suv yig'ilib ketyotidi. Amerikaning qurollari rostila bo'lar ekan jumo. Diviziya komandiri, esimda qilish ayni chog'da alvastlarning qurol yaroqlarini maqtadingiz. 92 tiplab yan tutquchliq, hammasi esil qurollar degandingiz. Lekin bizdami keyin ularning hammasi bor bo'ldi. Aldirmay turam. O dilimizdagi Amerika qurollarining hammasi bizdan bo'ladi. Jangchi ishining qiladigini bizga uni buni akab berish. Chu general, men markaziy agentligining muxbiri. Atqan to'pluqlarimizning Davjongdagi chashqanlarni ikki qatim yo'qotishga yetib oshirganligini his qilmadingizmi? Ofitserlar polkimiz zarbador bo'lishini sharatlab berar ekan. Undaqda nemishqa ofitserlaringizga o'zini namoyon qiladigan fursat bermaysiz? Pidayla Edirti deganlik hargizmi o'zini o'limga tutib beradigan atrat deganlik emas. Mening ofitserlar polkim o'z ixtiyorligi bilan tashkillangan. Ularning chiqish nuqtasi firqa davlatga o'zini beg'ishlash ro'yi. Lekin qo'mondan bo'lish suhbatim bilan men ularning hayot qilishga muhtoj. Xuddi general MacArthur ko'rsatgandek o'limni qo'rqmaydigan odamlar yashashga munosib. General, siz yana faylasufkansiz. Bu yerda falsafa emas, faqat sinab beqishli bor. Men ofitserlarimning Davjondan tirik o'tib, qo'shinni boshlab Nianjonga Xuan Bopalning qismi bilan bo'lgan hayotlik koridorini echishiga muhtoj. Bu orqali shu fondga birlashma jangning armiyamizning butunlay g'alaba qilishi bilan tarix betidan o'rin olishini umid qilaman. Mallixinim, ziyorat mushalch bo'lsin. Onun hujum boshlanishdan burun o'zim yolg'iz qolsam degan umiddaman. Rahmat sizga, general. Mallixinim, marhamat. Mendan buyruq. 3 minutdan keyin bombardiman qilish to'xtatilsin. Pidayla Edirti hujumga o'tib, o'sin yig'sin. Shtab boshlig'i, Düşmanlarning hayvis tugidi. Endi navbat bizga keldi. O soltaklarni toza kelishtirib etvini beringlar. Xudo. Qanday qo'shin bu? Diviziya komandiri, Davjonni saqlayotgan dushman dali armiyasining 2-diviziyasi ekan. Diviziya komandirining kimligini darhol o'qib kelinglar. Yerim kun etishib,
Raqibimizning kimligini bilmaslikdan bu kulgilik ish bo'lamdi. Xo'p, komandir, to'plagan dasmayimizning hammasini seppardoq endi mudofaa turib bermayli. Birinchi bo'lakda qanchalik odam qoldi? 2-300 chiqamki. Xato. Sizlarning birinchi bo'lakda yana 8 odam bor. Divziya komandiri, buni qanday bildingiz? Qanday bildingiz? Birinchi bo'lakning o'q ovozida qanchalik odamlar qolganligini bilalayman. Chekinishni tashabbus qilganlar yana bormi? 3-chi polkning komandiri 2-chi batalyonning kadrlarining hammasining qurbon bo'lganligini, shundaqla boshqa ishlarning bo'lganligini bilaman. Dadingni to'kmamsan. To'kidek dadim yo'q. Biz qattiq ilishimiz. 3-chi polkda bir batalyon qolsa, batalyon komandiri, bir rot qolsa, rot komandiri bo'laman. Yuqorida bizga qattiq vazifa topshirdi. Men qo'l ostimdagilarga shundaq vazifa topshirgan. Biz janni tutib ilishayli. Shuning gap ketamdi. Meningcha 1-chi polkda 3-chi polkdikidek jonni olqonga ep qo'yib ilishadigan ruh kam. 3-chi polkni men Shanshining g'arbiy shimolidan birga ep kelgan. Mustaqil polkning dasmoyisi deyishga bo'ladi. Lekin 1-chi polk komandirining gapimi o'rinliq. Unda qaramliq bilan elishsaq bo'lmaydi. Kallamizni ishq selishimiz kerak. Cho'yinfining mijozini men obdan bilaman. Shanshining g'arbiy shimolidagi chog'da u Jang Viyenjang bilan Yanloshidan boshqa hech kimni ko'zga ilmaydi. Hozir Amerikaning ilg'or qurollari bilan qurollangan diviziya qo'mondonlik qilayotgachqa ko'ranglab ketyapti. Amisi biz uningga o'zimizni bir tonutib qo'yaylik. Bu odam zot kimdir? Haq bilan baslasa o'ladigan, qurol yaroqni baslasa tashlaydigan ishmi nima? Ayni chog'da Yaponlarning 92 tipli piyoda askarlar Zamberkini qo'lga tushirganda xushonlikdan kechich uxlayolmagan edim. Ko'nglimda Yaponlarning potini partiltadigan o'qat bor bo'ldi deb o'ylagandim. Lekin endi qarab baqa, Yaponlarning Zamberki bilan qisqa-qisqa Zamberkni selishtirsak, nihoyat zo'r farq bor ekan emas. Qurollarni selishtirish mumkin emas ekan. Amerikaning qurollari bilan selishtiradigan bo'lsak, u qurollar Kuseydan boshqaga yaramaydi ekan. Necha kundan beri xilichiq obdan qurollarni o'lja oldik. Ko'zlarim olachakman bo'lib ketdi. Stinche, M3, Karabin, Thompson deganlarning o't kuchimi kuchlik, ham chaqqan ekan. Hozir alvaslarning qurollarini yaratmaydigan bo'lib ketdik. Men bir kichik atrofni singdirib kirgizsakmikin deb o'ylayapman. Ne maqsadda? Qisqa-qisqa Zamberekdan bir qanchani qo'lga keltirish uchunda. Bu narsani ko'rsam, xuddi satanglarni ko'rgandek yurgim pishildab ketadi. O narsa bek eg'ir tursa, qo'lga tushirgan bilan yetkab kelib bo'lmaydi-da. Shundaq. O narsani mashinada so'ramisi bo'lmaydi ekan. Bunu sınap bakayım. Teştirazuvchilar bir asrni apkasin. Ondan keyin dushmanlarning bosib berib ko'rib kelaylik. Dömpinga ayt, bir asrni ep kelish hech qancha ish emas. Nochi olsa qisqa-qisqa Zamberekdan bir nechani qo'lga tushirsin. Qo'lga tushiramsa, partitirasin mayli. Ha? Biz erishamagan narsaga Cho'yinfinga erishmadimsan. Chataq yo'q. Kechida Cho'yinfinning Zambereklari bosib berib kelsin. Ati nimasi bilan hujum qilayotgan bir ko'rib bakaylik. Shuna qilaylik. Divziya komandiri. Bu hilalar sho'jotga Shobash qo'mondan avatgan eng yangi axborot. Ularning ichidagi bir axborotga balkim qiziqib qolishingiz mumkin. Qo'yib qo'ying. Isbotlanishicha, u dilimizga dushman qo'shini Dala armiya 2-diviziyasi ekan. Komandiri sizning ko'ni tunishingiz Liyullan ekan. Liyullan? Shu fondagi jang maydoni umi kaptida. Bu odam kompartiyaning o'tir tizlarlik Dala armiyasidagi kamdan kam topilgan general ekan. Yaqinda nima sababdan Liyullanning qismi Sharqi Jungo Dala armiyasiga ayirib berilgandan keyin oldingi qatordagi asosli diviziya qatorida ishlatilib o'tibdi. Oldingi kuni Xonbaytov armiyasining 63-korpusi Yavan bozorida muhosirada qilib, korpus komandiri general-leytenant Chinjang davlat uchun qurbon bo'ldi. Eng avval Yavan bozoriga yetib borgan dal Liyullanning diviziyasi ekan. Yo'llang birodar, ayni chog'da o'ynashib taq qo'ygan. Bugun reallikqa aylanib qopti-da. Ikkimiz oxiri shu fondagi jang maydonida tig'mi-tig' tutishdan bo'ptiq-da. Tangrining irodasi degan shu. Oldingi hisobga telefon berib so'rab beqing. Soat nima ish bo'ldi ekan? Hop. Bey, oldingi hisobmi? Men diviziya qo'mondonlik shtabi
Vay neymiş oldu? Uqdim. Hozirla diviziya komandiriga doklad qilaman. Diviziya komandiri. Kommunistlarning g'azvichiklari topchi askarlar bosiga berib, postlarni o'ldirib 105 kalburlik uzun stolliq zambirakdan 8 ni portlatib yetibdi. Kommunistlarning razvedchiklari-chi? Kechib ketibdi, topchilar polkining shtab boshlig'ini tutib ketibdi. Mendan buyruq. Muhofizachilarga mas'ul batalyon komandiri harbiy sotqa olib berilsin. Hammanglarga uqtish qilinglar. Bundan keyin yana shunday ahvol ko'rilsa, javobgarlarning hammasi qatl qilindi. Hargiz madara qilinmaydi. Hop. Li Yulong degan shundaqda. Cho'ng sodini qitliq qilmay, o'g'irliknimi ancha-muncha chiqib qo'ydi. 你属猫的你啊！你把我手挠得成这，你瞧，你既然是楚云飞的参谋，肯定知道楚云飞的火力配备，能在图上给我标出来。到底是楚云飞的手下啊，还挺有骨头。行了，我也不难为你了。既然来了，你别空手回去。你把这张地图给楚师长带回去，上边有我的亲笔签名，我们是老朋友了。拿着，带走吧，把他放了。不过要等到明天天亮。走吧，走吧，走吧。传我的命令，各团交替掩护撤出阵地。不过有一点必须做到，一颗子弹也不要留给敌人。Qo'mondonning qaysi musiqa chalayotganini bilardingmi? Yo'q. Chalayotgani 2-diviziyaning komandiri Li Yulong asirga olgan orkestr o'rinlagan musiqa shu. Hay, ishkinglar nima deyishyapsizlar? Doklad qo'mondon. 2-diviziyaning komandiri Li Yulong dushmanlarning bir harbiy orkestrini qo'lga tushiribdi ekan. 2-kolonnaning muavin mudiri yo'ldosh Javgan so'qilmoqchi ekanligini deyishyapmiz. Hozir 2-kolonnaning tutib turish o'rnida ekan. Ularning chalayotgani dal siz chalayotgan musiqa shu. Oho, bek yaqinlik ekan. Qo'mondon, agar qiziqsangiz men ularni boshlab kelay. Sizga chappasin. Bizmi xahnikini anglab boqaylik. Ha, boydan beri kallamdan nimishqa bir xil ohang ketmaydi ekan debdiman. Aslida sabab bor ekanda. Bo'ldilar. Hozir Li Yulong qon ichida ilishyapsa, uning chapinda terlayman desam qamlashmaydi. Hey, soatlar necha bo'ldi? Qo'mondon, 10dan 31 minut o'tdi. Demak, Li Yulongning 2-diviziyasi Javjongda tex bir kech kunduz ilishibdi. biz belgilgan vaqtdan 3 soat kam ekan. Hey, seningcha ular bardashlik beraylarmi? Cho'yunfening qismi qo'shinlarning ichidagi kozir hisoblandi. Hepbelli, shuning uchun men Cho'yunfening oldiga o'xshash qart tashladim. Sizlarcha men hozir Li Yulongni chekindirsam bo'ladimi? Li Yulongning 2-diviziyasini men o'ttir tuzanlik dala armiyasidan tutib qolgan. U hamma dasmoyisidan ayrilib qolsa, ko'rishganda tilimiz qisiq bo'lib qoladi. Qo'mondon, siz masalani azaldan bunday o'ylamaytdingiz-ku. Chaqchaq qilib qo'ydimmi? Lekin men Li Yulongni qaytarib kelaymikin deyman. Topchilar polkining 4-lisi kelib bo'ldi. O'qimiz yetib oshqidak bor. Menimcha bu 4 bo'lib bilan 2-diviziyani almashtirsak ziyon tortmaymiz. Bora. Darhol buyrug'im yetkaz. Birli ig'iz gap 5 tonna top o'qi bilan Li Yulong almashtirilsin. Hop!
代理营长，代理营长，还有几枪手榴弹没法扛，怎么办？死到劲儿啊！统统的给我拉出弦来，堆一块，再裹上半身，明天给他们留顿早饭。是。快！师座，师座，我要见师座，师座，我有话要说。师座，叫他过来。师座，共军李应龙让卑职把这个捎给师座。你什么时候学会做信使了？师座，这只是一份地图。慢蹲不动。To'rtlikning 5 tonna o'qi shu yinfini g'asa to'yg'izdigan bo'ldi-da. Bu degan o'tli jahon. Endi ularni bombardimon qilishni ta'min etib baqsin. Başliq, boya akıtdın şundaq bishini chiqarsam, g'irridi qilib shamol chiqib ketdi. Meni uchirib ketgili tos qaldiding, ha? O ahmaq, nadik shamolkan o degan top o'qining etilishidan paydo bo'lgan havo to'lqini. Qani, kelinglar, hamma o'tiringlar. Ha, elim yaxshi, boya akıtning ichida bo'lib qolsan. Teshida bo'lgan bo'lsang, havo to'lqini seni xuddi g'azongni ushirgandek osmonga ushirib o'tadi. Buli komandiri, bu qandoq zambirak? Hech kuchlikmi? Bu degan Amerikaning qisqasi to'liq zambirigi. Zarbisi yomon. Bir tal o'qda cho'ng yerni partat qilib bo'ladi. Olvaslarning tog' zambirkidan jiq kuchlik. O'tir tuzdanlikda muasirni bosib o'tganda, u narsaning qanchalik kuchi borligini bilmagachga, o't ichilish bilan hammamiz hanglaqib turib qolgan to'q. Xuddi chaqmoq chaqqandeklar. Meni tirik ko'maytishga tas qolgan. Shu chog'da Dömping meni xuddi yong'oq qazgandek to'pi orasidan ko'lab topgan. Diziya komandiri, keyinchi? Shu chog'da bek ochig'im ketdi-kan. Zodi qandoq narsagan bir ko'rib yiqishni o'ylagan. Ovozim shundoq yangroq, xuddi birisi beshimizg'ini tashlayotgandek. Biz-chu eshimini ko'mgan quduq ichidagi poq ekanmiz. Ko'nglimizda jahondagi zambiraklarning hammasini Yapon olvaslarining 92 tiplik zambirkiga o'xshaydi deb yuribdik. Ha? Men bir batalyonni boshlab, dushmanlarning basi qarab, o'sib berib, men tasdiqti cho'ng stivoliq zambirakdan bir nechini qo'lga tushirdim. Birinchi batalyon komandiri shu chaqda mendan, "Bu nima? Mushumi zambirakmi? Qanayqila o'xshaydigan nima ekan bu? Ustidagi ajdabiylarning xitim bakango" deb so'radi. 找了几门榴弹炮，那不发财了吗？发个屁财啊！老子带得动吗？啊，那一门炮比碾盘都重，5、6个战士拉不动它。我一怒之下把他们全炸了。哎，可惜了，可惜。可不是嘛！炸药一响，我一下就坐到地下了，好像我有什么宝贝被炸了似的啊！这眼泪啊、鼻涕啊，全都流下来了。当时啊，咱们赵政委就劝我说：“老李啊，你别心疼啊，
我把话给你放到这儿，用不了3年，咱们也会使上这种榴弹炮。蒋介石有什么，咱们就有什么。赵正宇说的还真准，现在不就使上了吗？4个炮兵团一起干，那以前我想都不敢想。报师长，炮火可以延伸。命令前沿部队，别让敌人喘过气来，给我冲上去，占领敌人的阵地。是。Дивизия командиры! Bazılarını tartqızıp koydum. Barlıq məsuliyet məndə. Meni hərbi sotqa apırıb bir şansını sorayman. Hammani ko'rib turdim. Düşmanlar bütün kuchi bilan to'p tutqashqa o'lish yarinish ig'ir bo'ldi. Shundoq. Qo'mondonlik shtabimi bir tal to'p o'q tegdi. Shtab boshlig'i shu yerda o'ldi. Bir qancha maslahatchi ig'ir yaralandi. To'p ovozi to'xtashi bilan düşmanlar bazını egilib oldi. Hatto nima ish bo'lganligini bilmay qoldik. Bazının qo'ldan ketishidagi mas'uliyat senda emas. Doktorxonaga berib, obdan davolangan. Vaqtim chiqsa, seni yo'qlab boraman. Diviziya komandirining bir qo'shiq qiyamda kechganligiga rahmat. Bag'in. Xo'p. Diviziya komandiri, onun bazını tapqızıb qoğalıq javobgarlığını nemişq sürüştürməgənliginizi düşünəmədim. Nəhayət addi. Ofisirlərimdən həmmisini hərbi sotqa apırıb bəsən bulmaydı da. Bulmasa, kim komandalıq qılıdı? Şundaq. Kommunistlar bək qattiq to'p tutdi. Bundaq ahvalda hər qandaq adamның saqlab qala alışı bək təs. Qaraganda Töt topçular polkinin ot küçü oxşaydı. 3 yılının aldıda komünistler nəhayət aciz idi. Əmdi çoğun xalqqa aylandı. Ularının ot küçü bizninki bilan asasən tənkə gidək. Bugün sizlər nəsihət qıyğıl emas. Sizlər bilan tonuşub paranlaşay dep geldim. Mening ismim Javgan. Yosh jihatda sizlardan çoğunroq kelishim mumkin. Balkim aka o'rnidaman. Hammanglar o'zimning uqsiga o'xshash. Herkes tapınmanglar, ha? Qandaq gepinglar bo'lsa, so'raydigan savolinglar bo'lsa so'raveringlar. Ukam, sen qaysi qismdan? Doklad boshliq, men 5-korpusdan. Ha. Sen-chu? Doklad boshliq, men 18-korpusdan. Hammasi qaltis qo'shillaydi. Rostda shundaq deb qarabsiz? Shundaq. Bundaq deyishimning asosi bor. 18-korpusni misolga olsam, So'nglo'dagi birlashma jangda Yapon armiyasining Kuzur qo'shini hisoblanadigan 11-diviziyasi bilan Lodiyanda tutishib, Jungo harbiylarining ayvisini namoyon qilgan. 67-diviziyaning komandiri general Lishosin ig'ir yaralangan. 201-brigadaning komandiri general Saybinyan qazo qilgan. Askarlarning 20dan ko'pragi o'lgan yoki yaralangan. 18-korpusdagi bir qo'shinmi ba'zan tashlab chekinmagan. Birma askar halqiliq payti qochmagan. 5-korpusmi qaltis qo'shin edi. Qarqurum qo'vqida qonliq jang bo'lganda Yapon armiyasining yemirilmas qo'shini degan nomi bor 5-brigadasi bilan 13 kun elishib, Yapon armiyasining 21-brigadasining qo'mondoni Nakomarani etib o'ltirgan. Mushuning uchun bo'lsa-mu, men ularga qoyil. Boshliq, mushlar yodingizda bormi? Malla emas.
vatanparvar Jungoliklarning hammasining mangu esdan chiqarmaydiganligiga ishonaman. Sizlar tajovuzchilarga taqobil turib, milliy mustaqillikni qo'lga keltirish ko'rishni to'p qo'shdinglar. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Bayman dedim. 5-korpus bilan 18-korpus munavvar qo'shin. Bugungi mas'uliyat harbiylar emas. Balki Jiang Jieshi mustabid hukumatida. Yapon bosqinchilari qarshi urush g'alaba qilgandan keyin har qaysi demokratik partiya guruhlar birlashma hukumat qurib, demokratik saylam orqali hokimiyat beshidagi partiyani saylab chiqib, davlat ishlarini birlikda bajarish kerak edi. Lekin Jiang Jieshi hukumatni mustabidlik qilib, boshqa partiya guruhlarini bosdi. Siyosiy jihatda fashistlarcha hukmronlik qildi. Jungoni saqchi davlatga aylantirib qo'ydi. Hatto jamiyatdagi dangliq shaxslarning hayoti bexatarligimi kafolatga ega bo'lmadi. Wen Yido apandi bilan Li Gongbo apandining yoshirin qatl qilinganligi mushuning tipik misoli. Iqtisodiy jihatda Jiang Jieshi hukumati to'rtchon xonadonlikning manfaatini qo'g'didi. Xalqning holi xaroblashib, pul paxalligi yuz berdi. Ajiba mushundaq hokim mutlaq, chirik, zulmatlik hukumatni og'dirib etmay bo'lamdi. Ko'nilada yo'lsizlik qilganlar jazolanish kerak degan gap bor. Birodarlar, hozir bir millatning taqdirini belgilaydigan vaqt keldi. Vijdonli har bir junguliq o'zi bir qaror kelish kerak. Men demokratiya bilan mustaqillikni qo'lga keltirib, hokim mutlaq va mustabidlikni yo'qotib, fashist hukumatni ag'dirib tashlab, xalq o'z-o'ziga xo'ja bo'lgan yangi jungu qurishni tanladim. Birodarlar, aranglarda ba'zilarning yurti ozod rayonlarda. Xabaringlar bormi? Ozod rayonlardagi fuqarolar orasida yer islohoti ilib berilyapti. Kambag'allarning hammasiga yer bo'lib berildi. Tuqqanlaringlardan xat keldimi? Mening yurtimmi Shandongdan. Yurtimizda mo yer taqsim qilib ekan. Oilamizga 8 mo yer tegibdi. Yana teqa bir öküz mo bor ekan. Seni tabriklayman ukam. Sizlarning uydagilar murodiga yetadigan bo'pti. O'zimizning yeri bo'lgandan keyin oltin tog' basimi tegishmaymiz-da, ha? Lekin ukam, biz yer bergan bilan Jiang Jieshi unda qilmadi. U amal qilib yerlarni tortib olyapti. Biz qanday qilishimiz kerak? Jonni tikib ilishimiz kerak. Obdan dedim. Qalbi nevsini qo'g'dash uchun uning bilan jonni tikib ilishimiz kerak. Birodarlar, men sizlarni majburlamayman. Qaysinglarning yurtga qaytib yer terg'isi bo'lsa, men hozirli yo'l kirasi berib yo'lga sap qo'yman. Azodlik armiyaga qatnashishni xohlaydiganlar bo'lsa, hammanglarni qarshi olamiz. Bundan keyin hammamiz sabdosh, yo'ldosh, qarindosh bo'lamiz. Birodarlar, o'zinglar tanlanglar. Başla. Bizning eshak bag'imiz yo'q. Ko'parga ergashganimiz ergashga. Ko'parga ergashgan. Doklad jo'midir. Birisi sizni izlab ketdi. Ma'qul. Siz davomlashtiring. Loli! Anlasam Davjongni qattiq elishibsizlar, eg'ir talafot tatibsizlar. Quruq gapni qo'yib turaylik. Men bu yerda o'tib ketyaptim. Sizdan yordam so'rab kelishim. Qani o'tiring. Davran, bizga tuzit qilish ketmaydi. Bajo, qo'lingizga 2000 asarning hammasini menga bering. Men hozir askar to'liqlashga jiddiy muhtoj. Meni xatolik o'tkiz demoqchimisiz? Ishkini aslash uchun tekshirish tarbiyasi endi yerimlashgan tursa. Yerimlashgan bo'lsa bo'ldi. Tanbeh bergandan ko'ra janggohga olib chiqib jangi saha yaxshi. Ikki o'rinning ishida mening deganim hisob emas. Ketkiningizga nech kun bo'lmay turib, ikki o'rin deysiz-ku. Yana bir o'rin shu. Sizdan mening deganimga gapmi? Hammamiz ozodlik qarmaya tursak. Bundaq gapingizni nerab biring? Bo'lmaydi. Sizga hujjat yuzbasammi bo'lmamdi? 2000 asringizning orasida aralashma askarlar ko'p. Nech kundan keyin qo'limga asir tushsa, sizga haqiqiy markaz armiyasini qaytarib beraman. Sizlarning qo'linda hargiz ziyon tatmaydi. Voy, rostini bo'lmaydi. Bo'lmasin bo'ladi. Bilamsiz. Sen senin g'arbiy shimoldan birga chiqqan koni askarlarimdan oram 5dan birilar hayot qoldi. Vijdoningiz bormi yo'q? Amalim bo'ladigan bo'lsa, meni 8 yillik yapon bosqinchilari qarshi kurashda birga bo'lgan burunqi askarlarimni ishlatmay, Gomindangning mushu askarlarini ishlatdi deb qoldingizmi? Ma'qul.
siz uchun nima ko'rsam mayli. Yomon kelsa, muavin mudirlikni qilmasman. Oxirigacha yaxshilik qilib, sizni murodingizga yetkazay. Siyosiy tarbiya ishlaydigan kadrlarning hammasini sizga beray. Ular ahvolni pishiq biladi. Asrlarga mehr tushib qoldi. Yot odamlar bo'lsa osonlik chatoq chiqadi. Ojo, siz nagili basingiz yana mening siyosiy komisarimda. Sizga shuni deb qo'yay. O'tni berman. Bo'ladi, sizga tilxat yezib beray. Divziya komandiri, xaritadan qaraganda vaziyat biz uchun foydasizdek turdi. Bu Li Yunlongning qaymoqtirish chorasimikin deyman. Menga bu xarita rostakli bilinmaydi. Shu maslahatchi, sen bu xaritani tomdan ipli badiy deb topding-ku. Shundoq. Hechil bo'lmay qaytib keldingmi? Divziya komandiri, ben hech nimani ixro qilmadim. Ab chiqib, o'tinglar. Divziya komandiri, undoq qilma, divziya komandiri. Ketinglar. Divziya komandiri, undoq qilma. Divziya komandiri, undoq qilma. Gapimni qo'lingizlarda ching tutinglar. Harbiy deganda vijdon bo'lish kerak. Men cho'yinpey asirga tushib qolgan odamga hammadan o'z Kiyib turmoqdan boshqa amal yo'q. Yangi formani jang to'kkandan keyin taqib beramiz. Boya vakilinglarning so'zini angladim. Hammanglar xuddi menga o'xshash yo'qsizlikda cho'ng bo'p tikansizlar. Men burun Sovet o'qiydim. Xuddi naqsh qo'shoqlarda Mozdoz, yalan ayoq, babka ishtonsiz deyilganidek. Anglasam aranglarda heli jiqinglar, shandonglar kansizlar. Ha, uyinglarga xat yozib, so'rab baqsanglar bo'ladi. Yer taqsim qilibdimi yo'q? Yer taqsim qilinmagan bo'lsa, cho'qin pomishik. Dehqon degandan yer bo'lgandilar kuni yaxshilmidi? Yaxshi kunlarimiz uchun butun kuchinglar bilan Janjeshining askarlarining adibini beringlar. Başliq, men topchi askar bo'lsam bo'lamdi. Men burun topchi askar bo'lgan, topning tilini pishiq bilaman. Topchi askar? Yaxshi-ku. Ha, menda saviylik kelsa, yana davomli topchi askar bo'lsang bo'ladi. Lekin bir shartim bor. Odilniya komandiringlarga o'gitsan. Qandoq atsa, dal tegsa, shundoq o'gitsan. Xo'p, başliq. Bir odilniya odamga o'gitalsang, odilniya komandiri qilaman. Bir ezvotga o'gitalsang, ezvot komandiri qilaman. Bir rota askarga o'gitalsam-chi, ikki tangangni ilib darhol bu yerda yo'qot. Otgan o'q pisdan chaqdagi askarga men hamida o'ch. Tugidimi? Tugidi. Ishqilib, Li Yunlong faqat qilmashmaydigan bir nima ekan. Mo'chosi o'z asri tutmamdi. Bunda qiz qanday bo'ladi? Bu degan bulangchilik-ku. Meningcha Li Yunlong xato demabdi. Sening mening deganimni gapmi, ha? Buning ustiga tilxat yozib beribdi-ku. Qo'mondan, bundaq yo'chiq ochimiz bo'ladi. Qandaq yo'chiqni? Undaq sizlarning dizini jo'jongga aratib sinab qandoq? Li Yunlong umumiylik uchun nihoyat ko'p bedel to'ladi. Bu hargizmi asir tutadigan jang emas. Burningning uchini ko'rsang bo'lmaydi. Bundan keyin asirlar jiqib ketdi deb g'am qilganligingga kapolat beralayman. Shu chaqda qanchalik oshrog'ing bo'lsa, shunchalik asir bo'ladi. Men bilan bog'lashishga qopitni olamsan? Shifon rayonidagi dushman asos qo'shinning qanchalik ekanligini faraz qilib baqa. 30-40 tuman chiqamiki. Cho'piqsiq 30-40 tuman odam Sharqi Jungo dala armiyasi bilan o'tirtizdanlik dala armiyasiga osh bo'la oladimi?
Sana dep koyay. Bu degan cho'ng ziyofat yigimiz kelsa bo'lishini yeymiz. Düşmanlar Şifon rayonida 80 tuman askerini to'pladi. Amerikaning qurollari bilan qurollangan Gomindanning 20 ko'proq askari mushada. Bu qitim biz cho'ng muasirga elib, ularning bu zo'r qo'shinni yebitimiz. Shuning bilan Changjiangning shimolida jang bo'lmaydi. Jungoning 20 dan ko'pragi bizning qo'limizga o'tadi. 80 tuman? Bu qitim boy bo'lgan bo'ptiq-da. Shundaq. Cho'ng foyda oladigan odam burning uchini ko'zi bo'lamdi. Komandan, men tushundim. Kolonnaning beydiganligiga, burnining uchini ko'maydiganligiga kaballik qilaman. Bilgan bo'lsang yaxshi. Esingda tut. Hargiz piqsiqlik qilma. Xo'p.还没有。不过2个小时之前，咱们的电台直接和野司联系，野司最后的指示非常明确，让咱们不怕困难，不怕骗，不怕伤亡，不怕胆战坚决。敌人跑到哪里，咱们就追到哪里。总之一句话，活捉黄波涛，全歼黄并团。哦，这个命令有点意思啊。那就是说，老子想怎么打就怎么打了，可以这么理解。那我现在掉头插到他楚云飞屁股后边去，捅他楚云飞的定点也是合理合法的了。是。部队停止前进，后卫团改做先头团，捅他楚云飞的定点去。师长，哈，这想法倒挺大胆的。不是大胆，是老子咽不下这口气去。告诉部队，动作要快，除了枪支弹药，其余的全都给老子扔了。向后转，后队赶前队，跑步前进，快！